Rahmat. Başladık mı? Xo'p. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli suhbatdoshlar, demak, Hasanboyning iltimosiga ko'ra bugun sizlar bilan matematikada ilmiy tadqiqotga qanaqa qilib kirishiladi, shu haqda suhbatlashamiz. Men albatta o'zimning shaxsiy tajribamga asoslanaman hamda o'zini shu boradagi mulohazalar bilan fikrlashgan atoqli matematiklar, yirik matematiklarni yozganlaridan ham foydalanaman. Demak, biz hozir bugun bizning suhbatdoshlarimiz asosan talabalar. Yo bakalavriat bitirayotgan talabalar yoki magistraturaga kirgan talabalar. Chunki agar doktoranturaga kirgan bo'lsa, PhDga endi u yo'lini topmagan. Birinchi navbatda shunga e'tibor berish kerak. Matematika bu fan. Musobaqa emas, poyga emas, kasb, hunar ham emas. Fan. Fan degani yangilik izlash degani. Bu endi fikrlash bilan bo'ladi. Masalan, fizikada, kimyada, biologiyada, geologiya bularda tajriba muhim rol o'ynaydi. Astronomiyada, biologiyada, sotsiologiya, iqtisodiyotlarda kuzatuv ham muhim rol o'ynaydi. Matematikacha tajriba laboratoriyasi bo'lmaydi matematik. Matematik laboratoriyasi qog'oz bilan qalam, bor bilan doska, kompyuter. Asosan matematik fikrlash bilan olib boradi o'zining tadqiqotini. Endi shu mana shu nuqtai nazardan, fikrlash nuqtai nazaridan matematika bir necha tafakkur uslubini talab qiladi. Men buni bu doskada yozishni boshladim. Birinchi matematika o'ziga xos tafakkur uslubi matematik mantiq. Matematika asoslari degan sohaga taalluqli, asosan matematik logika va to'plam nazariyatidan iborat. Bu tafakkur insondan hamma narsani nihoyatda injiqlik bilan aniq bo'lishini talab qiladi. Kompyuter fani, computer science deydi. Kompyuter fani shu matematik asoslarini, matematik mantiqni bir bo'lagi. U yerda siz bitta vergulni tashlab ketsangiz yoki vergulni o'rniga nuqta qo'yib qo'ysangiz, masalan, juda katta hajmdagi qog'ozga yozsa 100 betli programma shu bitta vergul tufayli ishlamasligi mumkin. Shu matematik mantiq shunday aniqlikni talab qiladi, intizomni talab qiladi. O'ziga tanqidiy yondosh, har bir qadamda men xato qilmayapmanmi degan. Bu hamma matematika buni yoqtiravermaydi.
qilolmaydi ham ayrimlar. Lekin agar kim tanishgan bo'lsa matematik logika bilan, bilmadim. Hozir bugun universitetlarda matematik logika o'qitiladimi, o'qitilmaydimi? Qay darajada o'qitiladi? Masalan, Gödel teoremasi bor. Tasdiqlar algebrasi kompyuterga o'rgatish mumkin. Arifmetikani kompyuterga o'rgatib bo'lmaydi. Arifmetika kompyuter kuchi yetmaydi. Gödel'de ikkita teoremasi. Tasdiqlar algebrasini to'liqligi va arifmetikani to'liq emasligi haqida. Bu matematikaning asoslari bo'lgani uchun nihoyatda hamma narsa aniq bo'lishi kerak. O'zbekistonda bu sohada professor Qosim Nadimulla degan matematik tadqiqot olib boradi. Qiziqadigan bo'lsa murojaat qilishi mumkin. Lekin endi bu juda o'ta maxsus. Nisbatan keng tarqalgan mulohazalarda men o'zim taxminan 3 guruhga bo'laman. Bitta guruhi bu analitik matematika. Ya'ni bu yerda analitik deganda formulalar bilan ishlash. Bu sizlarga yaxshi tanish. O'rta maktabda masalan tenglamani yeching, tengizlikni yeching, soddalashtiring, ayniyatni isbotlang, trigonometriyada ham shu trigonometri formulalarning shaklini o'zgartirib, nima ko'p trigonometriyada formula ko'p. Shular bilan ishlash, universitetga kelganingizdan keyin masalan limit hisoblash, hosila hisoblash, integral hisoblash, qatorning yig'indisini topish, qatorning yaqinlashini isbotlash, diferensial tenglamalar, bular hammasi shu formulalar bilan ishlaydi. Bu bunday olib qaraganda qiziqda. Biz formula bilan ishlayveramiz. Ko'pincha biz qiziqib o'tirmaymiz. Bu formula o'zi nimani ifodalayapti? Shu masalan soddalashtiring desa, soddalashtiramiz, nimadir chiqdi. Tenglamani yeching deydi. Harakat qilamiz, yechamiz. Shu formula bilan odam ishlayveradi. Shu maktab matematikasi o'quvchilarda shu malakani hosil qiladi, shu tafakkur usulini shakllantiradi. Universitetda u rivojlanadi. Kimgadir bu juda yoqadi o'zini. Shu formulalar bo'lsa o'zini suvdagi baliqdek his qiladi. Shu analitik tafakkur. Endi ikkinchisi bu ham o'rta maktabda qay darajadadir shakllantiriladi. Men buni geometrik fizik matematika deyman. Bu yerda endi formulalar birinchi o'rinda turmaydi. Hattoki mantiq ham birinchi o'rinda turmasligi mumkin. Dastlab qanaqadir farazlar, odam o'zini ko'zini oldiga keltirish kerak nimalarnidir. Shu buni eng yorqin namunalardan bittasi Lev Tolstoy masalasi. Lev Tolstoy masalasi. Demak, analitik matematika eng yorqin namuna bu Bazel masalasi. Bu masalani Bernoullilardan eng kattasi qo'ygan. Mana bu qator yaqinlashadi. Buni yaxshi bilishgan. Yaqinlashishini yig'indisi nimaga teng degan masalani qo'yishgan. Birinchi marta juda o'ziga xos original usuli bilan Euler topgan pi kvadrat bo'lingan 6 ga teng, menimcha 1 bo'lmasa kerak. Agar pi kvadrat 6 bo'lsa, yo 1 dan katta, pi 1 bilan 1 ga. Bu 10 dan katta, 6 ga bo'lamiz 1 dan katta chiqadi. Eulerning mulohazasi, mushohadasi rost ekan. Judayam go'zal, ajabtovur. Poyga degan matematikning kitobi bor.
shu yerda bu bayon qilingan matematika va matematika pravdopodobное суждение degan poyga olib tanishsangiz bo'ladi. Bu juda ham qiziq. Hali cheksiz darajali tenglamani qarab yechgan buni. Bundan umumiyroq masalani yechgan. Bu yerda x kvadrat daraj x ni kubi bilan birga. Yani sinus x bo'lingan x ni qatoriga yo'lmasini bilasiz, sinus x ni yo'lmasini bilasiz. X ga bo'lib beramiz, cheksiz darajali ko'p xatosi bo'ladi. Shuni ko'paytuvchilarga ajratib ishlagan. Endi geometrik fizik matematik tafakkur talab qiladigan aritmetikani masalalari bor. Aritmetikani sizni darslaringizda ham maktabda bo'lgan bunday masalalar. Algebrasiz yechiladi. Uchratganmiz shunaqa masalalarni. Algebra qo'llab yechish mumkin. Osonroq yechiladi bu ma'noda. Lekin biz o'qigan paytimizda maktabda shu 5-sinfgacha algebra o'tmas edi, 6-sinfda algebra o'tar edi. 5-sinfgacha aritmetika o'qitar edi. Shu algebrani qo'llamasdan aritmetik masalalarni yechishni talab qilardi. O'sha asosan Lev Tolstoy masalasi. Lev Tolstoy o'zi injener bo'lgan, oliy ma'lumotli artillerist bo'lgan. Artilleriyaga esa matematika kerak, u odam jonga urish uchun. Shunga matematikani yaxshi bilgan, keyin o'zi qishloqda maktab ochib bolalarni o'qitayotganda shunday masala qo'ygan. Ikkita dala bor. Biri ikkinchidan 2 marta katta. O'tloq. O'roqchilar brigadasi shu ikkala maydondagi hashakni o'rish kerak. Yarim kun butun o'roqchilar brigadasi katta nimada ishlagan. Yarim kun kattada o'rgan hammasi. Keyin kunning ikkinchi yarmida brigada 2ga bo'lingan. Yarmi bu yerda qolib davom ettirgan o'rishni to oxirigacha tugatgan. Ikkinchi yarmi kichkina dalada ishlagan, lekin tugata olmagan. Ozgina qolgan. Qolganini ertasiga bitta o'roqchi kun bo'yi bir o'zi o'rib tugatgan. Tolstoy masalasida so'raydi, o'roqchilar brigadasi nechta o'roqchi bo'lgan? Shu o'roqchilar haqida masala deydi. Buni algebrani qo'llab yetsangiz bo'ladi. Unda siz u analitik mushohada yuritgan bo'lasiz. Tenglama tuzasiz, formula tiliga o'tadi, uni almashtirib algebrani usullarini qo'llab yechasiz. Agar algebra qo'llamay yechsangiz, ana o'sha tafakkur geometrik fizik matematik tafakkur bo'ladi. Tasavvur qiling, formula qo'llamay qanday qilib yechish mumkin? Va nihoyat abstrakt tafakkur bor. Maktabda juda kam teginiladi bu mavzuga. Juda kam. Lekin universitetda ham darhol boshlab bermaydi. Aslida matematik mantiq ham qay darajadadir, matematik logika abstrakt matematikaga taalluqli, masalan, to'plam nazariyasi. Lekin endi to'plam deganda qanaqa nimalarni ko'z oldimizga keltirishimiz mumkin. Hisob kitob ham qilsa bo'ladi. To'plamlar matematik logikaning o'zining formulari bor. Ozmoz analitik, shuning uchun uchalasiga alohida ajratilgan. Ozmoz analitik matematika ham bor, ozmoz geometrik tasavvur va abstraktiya ham bor. Lekin yani eng yorqin namunasi bu gruppalar nazariyasi. O'zbekchada ham gruppa deydimi yoki guruhlar deydimi? Shu gruppa. Guruhlar nazariyasi. Gruppa degan tushuncha. Aksiomalari bor. Hech narsani ko'z oldingizga keltira olmaysiz. Nimani ko'z oldingizga keltirasiz? Biror narsani ko'z oldingizga keltirsangiz, u guruh bo'lmaydi, abstrakt guruh bo'lmaydi. Abstrakt guruh bilan ishlash kerak. Ikkinchisi topologiya. Topologiya. Buni ham aksiomalari bor. Uni ham odam ko'z oldiga keltirishga harakat qiladi, lekin hamroh ololmaydi ko'z oldiga keltirishni.
siz majbursiz yig'ishtirib qo'yib bir chekkaga ko'z oldiga keltirishni shu abstrakt holida ishlashga o'rganishingiz kerak. Masalan buni namunasi Wedderberin degan teoremasi. Ya boshqa mayli bu bir sal murakkabroq teorema bo'layapti. Şu algebrada cisim degan tushuncha kiritiladi. Bu fizikadagi jismga aloqasi yo'q. Demak bu shunday to'plamki, uni elementlarini qo'shish mumkin, ayirish mumkin, ko'paytirish mumkin, bo'lish ham mumkin. Agar ko'paytma yig'indi o'z-o'zidan kommutativ, assotsiativ ko'paytirish, assotsiativ qo'shish bilan distributiv, lekin ko'paytirish kommutativ emas. Shunda u jism bo'ladi. Ko'paytirish kommutativ bo'lsa maydon bo'ladi. Wedderberin teoremasi aytadi, har qanday chekli jism bu maydon bo'ladi. Agar chekli bo'lsa o'z-o'zidan u kommutativ bo'lib qoladi. Buni hech qanaqa ko'z oldiga keltirib boshqa qilib isbotlash mumkin emas. Demak, abstrakt matematika asosan universitetda shakllantiriladi. Endi har qanday matematik o'zini faoliyatini boshlaganda qaysidir biriga moyilroq bo'ladi. Qaysidir biri unga ko'proq yoqadi. O'zini erkinroq his qiladi. Yaxshiroq o'zlashtiradi. Imtihondan ham yuqori baho oladi. Kimdir formulalar ko'p fandan, kimdir abstrakt formula deyarli bo'lmaydi. Qisqa formulalar bo'ladi. U mulohazalar bo'ladi. Kimdir esa geometrik fizik. O'zini yaxshi his qiladi. Uni bunga qiziqadiganlar, buni yaxshi o'zlashtirganlar bu ikkalasini unchalik qadrlamaydi. Shu ham fanmi degandek nima qiladi? Juda o'zlarini yuqori baholashadi. Lekin aslida sof holda juda kam uchraydi. Ammo har bir matematikda unisi ozmi ko'pmi unisidan bo'ladi. Jumladan ayrim matematika sohalari bu ikkalasini talab qiladi. Masalan, matematik fizika. Diferensial teoremalar ham qay darajadir. Qaysilarda bu ikkalasini talab qiladi. Masalan, diferensial geometriya. Umuman bir ikki o'lchovli falsafa bo'lsangiz ko'proq mana bu sohada sizning tafakkuringiz ishlaydi. 4 va undan yuqori o'lchov bo'lsa bu ishlayvermaydi. 4 o'lchovli falsafani kim ko'zini oladi? Masalan, 4 o'lchovli kub, 4 o'lchovli shar deganlar bilan ishlaymiz biz. Nima bilan ko'z oldiga hech narsa yo'q ko'z oldiga keltiradigan. Insonga unaqa qobiliyat berilmagan. Buni ishlaydi. Endi oliy sinfli, oliy tabaqali matematiklar uchun ikkalasini ham o'zlashtirgan bo'ladi. Hattoki narigisini ham qo'shib. Masalan, Terence Tao, Kolmogorov, Pantriagin deyiladi. Ular hammasi bilan bemalol ishlay olgan. Demak, siz o'zingizni kelajagingizda, matematikada kelajagingizni to'g'ri tanlamoqchi bo'lsangiz, birinchi mana shu savolga javob bering. Siz qaysi sizga ko'proq to'g'ri keladi? Qaysi sizning tabiatingizga, fitratingizga mos? Uchalasi ham bo'lsa juda yaxshi. Yo'q, uchalasi ham bo'lmasa, siz masalan abstrakt matematikadan qiynalsangiz-ku, analitik matematika sizda yaxshi rivojlangan bo'lsa, siz algebrani tanlasangiz to'g'ri bo'lmaydi endi. Endi uchalasi ham, to'rtalasi ham, hammasi ham bu aslida mehnat bilan shakllanadi. Tug'ma qobiliyat bo'ladi. Bu bor narsa tug'ma qobiliyat. Shu o'z-o'zidan shu qaysidir bir, masalan, Ramanujan degan hindistonlik matematik bo'lgan. U o'rta maktabdan chala-chulpa bitirgan xolos. Tayinli o'qituvchisi ham bo'lmagan. U geometrik fizik matematika bilan ham notanish bo'lgan, abstrakt matematika bilan ham isbot deganda tushunchasi bo'lmagan uni. Lekin yangidan yangi formulalar ixtiro qilavergan.
tug'ma. Bu tushunsigani masalan Galois, Evars Galois. U qanchadir analitik matematika bilan ham shug'ullangan, geometrik fizik matematika ular ishlari ham bor. Bitta ikkitadan ko'p emas maqolasi. Lekin abstrakt algebrani asoschisi desa bo'ladi. Shu 20 ga kirib vafot etib ketgan yigitni. Chunki guruh degan tushunchani o'sha kiritgan. Normal qism guruh, maydon degan tushunchani ham kiritgan. Abstrakt matematika ayniqsa Fransiyada juda yaxshi rivojlangan. Geometrik fizik matematika Angliyada, Germaniyada rivojlangan. Analitik matematika endi u hamma joyda desak bo'ladi. Analitik. Xo'p, endi sizda yaxshi shakllanmagan bo'lsa, shunaqa ham bo'ladi. Bizga shunaqa shogirdlar keladi. Men birinchi navbatda o'zimga qaysidir shogird kelsa, shu mana shu uchalasidan qaysisini yaxshiroq mana shuni sinab ko'raman-da. Qaysisida o'zini erkinroq his qilsa, o'shanga yo'naltiraman. Seni yo'nalishing shu ekan deb. Shunaqa bo'ladi, uchalasi ham rivojlanmagan. Uni rivojlantirish kerak, shakllantirish kerak. Bu mashq bilan, mehnat bilan bo'ladi. Men masalan nihoyatda qiyin o'zlashtirar edim. Lekin shu jihatdan o'zimni tengdoshlarimdan oldinda edim. Nima qilardim men? Masalan, imtihon yaqinlashyapti. Masalan, 30 tami 50 tami savol bor. 40 ta deylik, 40 ta savol bor. O'zimga tasavvur qilardim. Demak, bu tasavvurga, bu mantiqqa asoslanadi. Bu tasavvurga asoslanadi. Bu intuitsiyaga, sirli bir analitik formula bilan ishlash. Tasavvur qilardim. İmtihonga kirdim, biletni oldim. Ikkita savol, bitta masala biletda. O'sha 40 ta savoldan ikkitasi tushadi. Menga shu ikkita savol tushdi. İmtihon o'tiribman, tasavvur qilardim. O'tiribman, domla u yerda o'tiribman, men bu yerda tayyorlanyapman. Shu savol tushdi. Javob beryapman. Qani men shpargalkasiz, birovning yordamisiz javob bera olamanmi, javob bera olmaymanmi deb javobni yozar edim. O'zim go'yoki. Agar yoza olmasam, demak tayyor emasman. Qaytadan o'qir edim. O'sha 40 ta savolda masalan bir o'qiganda 20 tasiga eplab javob bera olsam, 20 tasiga javob bera olmasam, qaytadan o'qir edim. Yana yozar edim. Yana qanchasiga javob bera olmasam, yana qayta o'qir edim. Yana yozar edim. To 40 ta savolga yozib kitob bo'lardi-da. Yo'ki dasta bo'ladi tayyor. Aslida kitobdan o'qiganman endi. Kitob nusxasi bo'ladi, to'g'riroq. Shunaqa qilib o'zlashtirganman. Boshqa bolalar tavakkal qiladi, qani. Bir qism savolni o'qiydi, bir qismini o'qimaydi, kiradi. Kimdir shpalkadan foydalanishga harakat qiladi, g'irromlik. Kimdir esa juda yengil, oson o'zlashtiradi, sip-silliq o'zlashtiraveradi. Ularga havas qilganman men. Endi xo'p, buni aniqladik deylik. Keyin nima qilasiz? Bu yerda matematika nima degan savolga javob berishimiz kerak. Hozir. Matematika nima degan savolga javob berishimiz kerak, mana bor ekan. Yo'q, bu ham. Shuni bersangiz hozir. Buni to'xtatdim, men ungacha vaqt kelaman. Buni o'chiraysiz? Da.
Yozuldu yozmaydım. Boş. Hepsiler. Xo'p. Matematiklar ikki toifa bo'ladi. Matematiklar. Aslında üç toifa bo'ladi albatta. Bitta toifasini masala yechuvchilar deyishadi. Bu sizlarga yaxshiroq tanish, shuning uchun shundan boshlaymiz. İkinci toifasini nazariya yaratuvchilar deyishadi. Yaxshi matematiklar unisi ham bunisi ham. Mana bu sizga tanish masala yechuvchilar. Çünkü siz bilasiz, birinchi sinfdan boshlab matematikda masala yechgansiz. Boshqa fanlarda gap bo'lsa mashq bo'ladi, qanaqadir masala bo'lmaydi. Masala bo'lsa matematika bo'ladi. Fizikada ham masala bo'lsa matematika bilan yechiladi. Kimiyada ham masala bo'lsa matematika bilan yechiladi. Masala yechuvchilar. Demak, ular masala yechishadi. Masalalar turli bo'ladi. Minutda yechiladigan masalalar. Minutlarda. 1, 2, 3, 4, 5 minutda yechiladigan masalalar. Cümleden bu oliy o'quvchilarga kirishda test masalalari mutlaq ko'pchiligi, hammasi emas, mutlaq ko'pchiligi mana shu toifaga kiradi. Chunki sizga 3 soat vaqt beradimi, 4 soat vaqt beradimi? 4 soatda 40 ta masala aytaylik, shartlar ravishda 40 ta test savoli berilsa, demak bitta savolga 4 minutdan bo'layapti. Ya'ni agar tayyorgarlik ko'chirishga chiqmasangiz 3 minutdan qoladi. 3 minutda yechiladigan qaysilari 1 minutda yechiladi, qaysilari 5 minutda yechiladi. Ikkinchisi o'nlab minutda. 10 minutda, 20 minutda, 1 soatda yechiladigan masalalar. Bular olimpiada masalalari. Qisman testga ham odatda 5 ta 10 ta shunaqa masala kiritishadi. Qiyin masala. Olimpiada masalalar. Üçüncüsü soatlab yechiladigan masalalar. Soatlab. Olimpiadadan bo'lishi mumkin. 1 soat, 2 soat talab qiladigan masala. Odatda bu soatlab yechiladigan masalalar oliy o'quvchilar yaxshi universitetlarda 5 olaman deydigan talabalarga beriladi. Ayrimlari o'sha soatlab yechiladigan masalani minutda yechib tashlaydi. Nihoyatda qobiliyatli bo'lsa, lekin u degani masalani tez yechadi degani hali matematikadan qobiliyati kuchli degani emas. Aloqa bor, lekin u ismi tushmaydi. Masalan, olimpiadadagi masalani yaxshi yechib, u masalan 5 soat, 10 soat yechiladigan masala yecholmaslik boshqa qobiliyat bo'lishi mumkin. Bu yerda qunt ko'proq rol o'ynaydi. Kunlab yechiladigan masalalar. Oylab yechiladigan masalalar. Yillarda yechiladigan masalalar. Va 10 yillarda. Mana bular odatda bu masalalar javobi ma'lum masalalar. Test savollarida hattoki javobni aytib qo'yadi. Bittasini tanlashingiz kerak. Endi olimpiadada bitta javobini bermaydi, lekin yechimi kimdir tuzgan o masalaning yechimi ma'lum. Hozirgacha biror olimpiadada biror yechimi noma'lum masala berilmagan. Soatlab ham bu shunday. Bari imtihonda
savdo ichadigan yechimi bor masalalarni beradi. Masalan, agar talaba bo'lsangiz, siz qaysi matematik analizida qaysi kitobdan masalalar yechgansiz? Demiyovdan masala yechgan bo'lsangiz, Demiyovda minutlab yechiladigan masalalar ham bor. O'nlab minut yechiladigan masalalar bor. Soatlab yechiladigan, kunlab yechiladigan masalalar bor. Uyga vazifa qilib beriladi. Imtihonda berilmaydi, kunlab yechiladigan masala. Ba'zi domlalar beradi ham. Atela bari pastroq baho qo'yib kelsa. Mana bu oylab, yillarda 10 yillarda yechiladigan masala, endi bular tadqiqot masalalari. Tadqiqot masalalari. Mesela kurs işi bu oylab. Diplom işi, bitiruv malaka işi bular oylab yechiladigan masala beriladi. Domla shunaqa masalani beradi. Bularning javobi bo'lmaydi. Agar javobi bo'lsa, u mana tomonga o'tib ketib qoladi. Javobi bor masalani yechish bilan javobi yo'q masalani yechish o'rtasida juda katta farq bor. Yechimi bor masala bilan shug'ullanganingizda sizda ishonch bo'ladi, bu masalaning yechimi bor, o'shani izlab topishim kerak. Masalan, nimadir qayergadir yashirilgan, bilasiz shu yashirilgan, o'shani izlab topishingiz kerak. Buni psixologik holati boshqa bo'ladi. Yechimi noma'lum bo'lsa-chi, o'zi yechimi bormi? Yechib bo'ladimi, yechib bo'lmaydi? Ehtimol yechib bo'lmas. U yerda odamning psixologik holati boshqacha bo'ladi. Masalan, bu yerda olimpiadada sizga masala bersa, isbotlang degan masala bersa, demak uni isboti bor, uni kimdir biladi. O'sha isbotni topish kerak. Balki boshqa isbotni toparsiz. Bu masala tuzgan odamning isbotidan. Lekin siz bilasiz, bu to'g'ri bu. Muammo bo'lsa, u isbotla degan masala bo'lmaydi. U hami yo yo'qmi? Isboti bormi yo yo'qmi? Masalan, sizlarga tushunarli misol, Eyler g'ishlar. Demak, Chin qiziqarli matematika degan kitob chiqarganmiz. Shunda bu masala to'liq bayon qilagan, men qisqacha bayon qilaman. To'g'ri burchak olamiz. Tomonlari ham, diagonali ham butun sonlar bo'lsin. Buni shartli ravishda Pifagor patlasi deymiz. Yarmi Pifagor uchburchagi bo'ladi. Katetlari va gipotenuzasi butun sonlar bo'lgan, masalan 3, 4, 5. Ikkalasining kvadrati yig'indisi bunga teng. Endi shuni uchovchili fazodagi o'xshashi. Qayerda? Hali qilgan xato. Mana bu yerdan ekan mana. Bunga parallel bo'lish kerak, ha? Bunga parallel bo'lish kerak. Shtrix. Bunday. Sal qish chizilib qolibdi. Bu bunga parallel. Bunisini o'chiramiz. Bunga parallel. Bunga parallel bu bunday tushadi. Bu bunday keladi. Demak, bitta uch ko'rinmaydi. Qolgan 7 ta uch ko'rinadi. Bu yerda 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta qirra ko'rinadi. 5 tasi ko'rinmaydi. 5 ta ko'rinmayaptimi? 3 ta ko'rinmayaptimi? Bu uchalasi ko'rinmayapti. Boshqasi hammasi ko'rinadi. Buni uzun diagonali bor. Demak, kichkina bunaqa diagonallari bor. Bu diagonali bor. Mana bu diagonali bor. Mana bunaqasiga chizaylik. Demak, diagonallarni men rangli qilib chizib qo'yaman men. Kechirasiz, bu diagonal emas. Mana diagonal.
Yani 3 xil yoqlarning 3 xil diagonali bor va o'zini uzun diagonali bor. Uzun diagonali bor. Demak, 4 xil diagonali bor. Agar shunday to'g'ri parallelepipedni qirralarini uzunligi ham, yani yoqlarini diagonallari ham va o'zini uzun diagonali hammasi butun son bo'lsa, buni Eyler g'ishti deyishadi. Eyler g'ishti. Demak, bu mana unga taalluqli. Ikkinchi turga. Bemalol tasavvur qilyapmiz. Hozircha bu yerda hech qanaqa hisob-kitob foyda bermaydi formula. Hozirgacha noma'lum Eyler g'ishti mavjudmi, mavjud emasmi? Bu muammo kim buni yechsa, bu o'sha soatda butun dunyoda uni nomi ma'lum bo'ladi. Matematika juda tez tarqaydi. Sir bo'lmaydi, sekret maxfiy narsa bo'lmaydi. Aksincha matematikaga bilan yangi narsa topsa tezroq shoshiladi uni e'lon qilishga. Ba'zan bizga murojaat qiladi. Men Ferma teoremasini isbotladim. Riemann gipotezasini yechdim. Lekin ko'rsatgisi kelmaydi. Ko'rsatsam o'g'irlab qo'yadi. Bu matematika emas. Seminarga kelib doklad qilib, seminarda ko'pchilik hozirgacha noma'lum. Demak, uni siz o'ylab ham necha olmasligingiz mumkin, yillar ham necha olmasligingiz mumkin, yechilsa 10 yillarda yechilishi mumkin. Hattoki bir nechta avlod matematiklar bittasi bir qadam qo'yadi, ikkinchisi ikkinchi qadam qo'yadi. Masalan, o'sha Perelman degan mashhur matematik birinchi amerikalik Thurston degan matematik shunday masala qo'ygan. Bu Poincare gipotezasi o'zi topologiyani masalasi. U Thurston buni geometrlashtirish kerak bu masalani degan qadamni qo'ygan. Hamilton degan matematik u Thurston masalasini yechgan. Masalani geometrlashtirgan. Lekin yechilmagan masala. Geometrlashtirilgan-ku, yechilmagan. Perelman uni yechdi. Perelman o'sha $1 million Fields medalidan bosh tortganning asosiy sababi bu masalani yechishga eng ko'p Hamilton hissa qo'shgan. Unga bermaysizlar, menga beryapsizlar. Adolatsizlik bo'layapti degan. Endi mana shu yerga ham sizni o'zingizni siz nimasini birinchidan aniqlashingiz kerak. Siz qay darajada chuqur sizni matematikaga qiziqishingiz. Chunki bitta masalani ustida yechimi bormi, yo'qmi hali noma'lum. Yechilasizmi, yecholmaysizmi? Bitta masalani ustida uzoq o'ylash bu juda og'ir yuk. Hamma ham uni torta olmaydi. Shu endi matematika fakultetiga kiradigan talabalar hammasi qanaqa minutda yechiladigan masalalarni yechib kirgan, shu bilan qolib ketadi. Kimdir olimpiada masalalarni yechish qobiliyatiga erishgan, bu nodir hodisa bu, hamma ham buni eplolmaydi. Lekin afsuski shu yerda qolib ketadiganlar ko'p juda. Bu hali haqiqiy matematika emas bu. Matematika musobaqa emas u. Mana maydon boshlanadi matematika. Haqiqiysi. Oylab, masalan, necha oyda shu yechdingiz? 3 burchakli. 6 oylar ketdi. Ha? 6 oylar ketdi. 6 oylar ketdi. Bu yerda hamkorlik qilsa tezlashadi. Bu yerda hamkorlikka yo'l qo'yilmaydi. Bu imtihonda ham bunga yo'l qo'yilmaydi. Lekin imtihonda ba'zi domlalar o'zlari hamkorlik qiladi. Talabaga buni yo'naltiruvchi savollar beradi. Bu ham hamkorlikda. Bu yerda hamkorlik qilish mumkin. Kurs ishini oldingiz, domladan maslahatlashingiz mumkin, boshqa qilishingiz mumkin. Bu yerlarda esa hamkorlik katta rol o'ynaydi. Masalan, shuning uchun ikki kishining nomi bilan bog'liq teoremalar matematikada ancha-muncha ikki kishi birga hamkorligiga, 3 kishilik ham uchraydi. Birinchidan shuni aniqlashingiz kerak. Agar siz
uncha chuqurlashmagan bo'lsangiz, o'z oldingizga shunday maqsad qilib qo'ying. Chuqurlash kerak. Uni eng yaxshi usuli, masalan, Demidoshda bor ekanmiz, soatlab va kunlab yechiladigan masalalar. O'sha masalalarni yechish bilan shug'ullaning. Algebradan masalan, algebra masalalar to'plami. Proskuryakov deganniki bor, juda yaxshi masalalar to'plami. Faddeb Saminskiy degan bor, yaxshi masalalar to'plami. Keyin siz kurs ishi olganingizda yoki matematikadan seminarga qatnashsangiz, to'garakka qatnashsangiz, ilmiy rahbarligida siz oylab, keyin yillab yechiladigan masalalarga o'tasiz. Mana shu tariqa keyin kimlardir bu yerda qolib ketadi, o'qishni bitiradi, kimlardir yillarga yechiladigan masalalar bilan shug'ullanadi. Ular yaxshi matematiklar, millatning boyligi. Bularniki haqiqiy matematika hissa bo'lib qo'shiladi. Mana bu esa buni o'zi bir necha turga bo'linadi. Buni ham qo'shamiz. Yo'q, buni qo'shib bo'lmaydi. Bu ochiq muammolar. Ochiq muammolar. Yaqin yillargacha, 20-asrning 90-yillargacha Fermatning katta teoremasi mana shu ochiq muammo edi. Bu muammo bilan matematiklar 100 yillar davomida shug'ullandi. 19-asrgacha shunday natijaga erishdi. Taxminan milliontacha qiymati uchun buni isbotlashdi. Eng ko'p hissa qo'shgan Kummer degan nemis matematik. Lekin u yo'l bilan uni yechib bo'lmasligi ma'lum bo'ldi. Lekin o'sha Kummerning ishlari tufayli vujudga kelgan soha yordam berdi. Undan keyin algebra geometriya degan fan rivojlana boshladi. Asosan bunga fransuzlar hissa qo'shgan, yaponlar shug'ullanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida, Xitoyda hozir boshlashgan. Asosan bu o'sha fransuzlar, inglizlar shundan so'ng nihoyatda matematika qiyin sohalarda. Ana o'sha yechishga olib keldi. Uaylis taxminan 20 yil sarflagan. Uaylis degan angliyalik matematik 20 yil bir o'zi hech kim bilan hamkorlik qilmasdan o'sha o'zidan oldinga qilgan ishlarini o'rganib yurib, bunga qaraganda umumiyroq Shimimura degan masalasini to'la yechmagan-ku, asosan hali muammoni qal'asini bir tomonni qo'porib tashlagan. Uni xususiy hol bo'lib kelib chiqadi. Keyin Thomson degan matematik unga yordam berdi. Uni isbotida kamchiliklar bor ekan, kamchiliklarni tuzatishdi. Komissiya tuzildi, 3 kishidan iborat kuchli matematiklardan o'shalar o'rganib, endi 150 bet sahifa, bitta masalaning yechimi 150 bet sahifada. Endi yoshi uni to bu masalani yechguncha 30 yoshda shug'ullana boshlagan bo'lsa, 50 ga kirib qolgan, unga Fields medali berishmadi-da, vazni 1 kilogramlik tilla plastinka berishdi. 1 kilodan ham ko'p, 1,5 kilocha chiqadi. Tilla plastinka berishdi. Fermat Diafantni aritmetika degan kitobini hoshiyasiga men 3, 4, 5 umuman 3 dan katta va hokazo sonlar uchun bu tenglamani yechimi yo'q ekanligini ajoyib isbotini topdim. Bu yerda uni bayon qilaman desam, hoshiya kichilik qiladi degan yozuv bor. Shu tufayli matematiklar unga qiziqib shug'ullanishgan. O'sha tilla plastinkaga unda yozib berishdi. Uaylisga uni matematikadagi xizmatlari shu qadar kattaki, ularni bu yerda bayon qilishga joy kamlik qiladi degan tilla plastinka hadya qilishdi. Demak, biz harakat qilishimiz kerak imkoni boricha chuqurlashishga. Imkoni boricha chuqurlashishga. To'xtab qolmasligimiz kerak. Hozir bizda masalan mana bu yerga yetib kelgan matematiklar bor.
bu yerga hechgacha yetib kelgan matematiklar ham uchraydi. Bularda bittasi mana Sa'di Hasanovich Sirojiddinov domlamiz Moskvaga doktoranturaga borganlarida Kolmogorov degan 20-asrning buyuk matematigi bir masalani qo'ygan domlaning oldiga. Domla 2 yil 3 yil o'ylab bu masalani yechgan. Endi Kolmogorov bundan shunaqa mamnun bo'lganki, Moskva davlat universitetiga professor qilib ishga olib qo'yganlar domla. Keyin O'zbekiston hukumati keling endi O'zbekistonga qaytib keling, bizda fanni rivojlantirib degandan keyin ular qaytib kelganlar. Ikkinchisi mana yosh matematiklardan Qoraqalpog'istonlik Karimbergan Xudoyberganov degan matematik Ayupov Kadison ikkita matematik qo'ygan ochiq muammoni yechdi. Unga ham bir ancha-muncha vaqt sarflagan. Shu 10 yillar sarflagan bo'lsa kerak. Men ham o'zimni dissertatsiyamda, doktor dissertatsiyamda Pantragin degan buyuk matematikni ikkita masalasini va Isaacs degan amerikalik matematikning masalalarini yechganman. Endi 10 yil bo'lmasa ham 5 yillar ketgan. Endi ochiq muammolar ham har xil. İnternetga kirsangiz yuzlab muammolar sanab qo'yilgan. Yuzlab, balki mingtaga borib. Shu qadar matematikada ochiq muammo ko'p. Ochiq muammo ko'p nima degani? Qaysidir matematik taniqli matematik bo'lish kerak. U bir chekkadagi hech kim tanimaydigan matematik bo'lsa, uni masalasi bilan birov qiziqmaydi. Taniqli matematik bo'lsa, matematik shu masalani men yecha olmayapman deb e'lon qilgan bo'lsa, gazetadami, kitobidami va uni masalan 1 yil 2 yil bo'lgan bo'lsa, hali u noma'lum. 10 yillik mana bu masalami, bu masala yoki bu masala. 10 yillar ham o'tdi. Hali hech kim yechilgani yo'q. O'sha mana shu toifaga kiradi. Ochiq muammoga kiradi. U hali matematiklar uchun qani kuchingni ko'rsatchi, chiq maydonga degan bir da'vatda matematiklarga. Endi ularning ichida mashhurroqlari bor. Bir paytlar Gilbert degan matematik 1900-yili bo'lgan Xalqaro matematika kongressida mana 19-asr tugadi, 20-asr boshlanyapti. Qaysi masalalar 19-asrdan 20-asrga o'tadi? 20-asrda shug'ullanish kerak deb 23 ta masalani bayon qilgan. Shundan 20tasi hozirgacha yechildi. Uchinchisi aniq mujmalroq ta'riflangan, uni odatda ro'yxatdan chiqarishadi, tilga olishmaydi. Ikkitasi ochiq qolyapti. Endi 20-asrning oxirida Gilbertga o'xshagan buyuk matematik topilmadi. Matematikani hamma sohasini qamrab olib, sonlar nazariyasidan ham, differensial teoremalardan ham, algebradan ham, topologiyadan ham va hokazo geometriyadan ham hammasidan masala qo'yadigan matematik topilmadi. Shunda Arnold degan matematik kelinglar, ko'pchilik bo'lib shunaqa masalalarni yig'amiz deganda Amerikalik buyuk matematik Steve Smeil bu ham 18 ta, oldin 18 ta masala bayon qildi. Keyin unga 5 ta qo'shdi. Ulardan bittasini endi Gilbertni ham ochiq masalalardan bittasini va Smeil ro'yxatiga kirgan ochiq masala bu Poincare gipotezasini Perelman yechdi. Qolganlari ochiq turibdi. Bu endi bu yerda mana nisbatan yengilroq o'zbek matematiklari ham tashlanishi mumkin bo'lgan masalalar mingtacha bo'lsa, endi 100 tacha bunaqa masalalar. Smeilda mashhur masalalari bor. Yana bitta ikkita ulam degan masalalari bor. Unaqa masalalar bor. 100 taga borib bormaydi. Va nihoyat ana shunday muammolardan 7 tasini Kanadadagi Clay instituti bor. Clay degan matematik o'zini mablag'ini hisobiga ochgan institut. Shu institut 1000 yillik masalasi deb e'lon qilgan. Demak, u 1000 yillarda yechiladi ekan. 1000 yilda yechilishi.
shoirona qilib aytganda. Uni bittasini Perelman yechdi, 6 ta masala qoldi. 6 ta masala qoldi. Endi shu kunlari mana bir tanishim telefon qilyapti, domla. Men o'sha kley masaladan bittasini Navier-Stokes tenglamalar sistemasini silliq yechimi yo'qligini isbotladim. Menga telefon qilyapti. Nima deb javob berish kerak? Nimalarni yozib tashlagan? Uni tekshirish aniq u yechmaganlik. Nima uchun? Men aytdim, siz dedim, dissertatsiya himoya qilganmisiz? Yo'q. Nimaga himoya qilmagansiz? Aspirantlarga kirganman, ilmiy rahbarim vafot etib ketdi, shu bilan qolib ketgan. Nahotki boshqa ilmiy rahbar topilmasa? Yo'q. Shu 1000 yillik masalalarni yecha olaman degan o'zingizga ishonch bor ekan. O'sha domlangiz qo'ygan mavzu masalani yechib boshqa matematik olib kelsangiz himoya qilardingiz-ku. Hozir sizni qilayotgan ishingiz 100 metrlik tepaga chiqmagansiz. 50 metrga chiqqanda qaytib tushgansiz. Men jamoaling mana ustiga hech qanaqa asbob, hali kislorod balonisiz, arqonsiz, haligi alpinistlarda teshasiz chiqdim deb da'vo qilyapsiz. Kim ishonadi bunga? O'zingiz ham ishonasizmi shunga? Shu gapga. Ya'ni Kley institutiga bu masalani yechdim deb Kley institutiga aytish uchun oldin odam hech bo'lmasa 5 kilometrli, 6 kilometrli, 7 kilometrli toqqa chiqqanligini isbotlagan bo'lish kerak. Endi ikkinchi tur matematiklar bu nazariya yaratuvchilar. Mana ikkinchi buyuk domlarimizdan Toshmatali Sarimsoqqa mana shu toifaga mansub bo'lganlar. Domla bir nechta nazariya yaratib ketdilar. O'zlari bo'lmasam endi hali bizda o'rta maktab yo'q zamonda tug'ilganlar. 15-yillar tug'ilganlar. 20-yillarda O'zbekistonda bitta ham o'zbek o'qiydigan o'zbek maktab bo'lmagan. 20-yillarda oxirlariga kirib paydo bo'lganda, chunki u yerda oliy ma'lumot o'qitish kerak. U o'rta maktab, yuqori sinflar, texnikum bitirgan o'qituvchilar o'qita olmaydi. Trigonometriya, astrometriyalarni matematikani o'sha yuqori sinfda o'tiladigan mavzularda o'ta olmaydi. Newton formulasini ham ular bilmaydi. O'qituvchi qayerdan paydo bo'ladi? O'qituvchi paydo bo'lish uchun o'rta maktabda hech bo'lmasa o'qigan bo'lish kerak. Shunga qaramasdan Toshmatali Sarimsoqov o'sha abstrakt matematikada, analitik matematikalarda bir nechta nazariya yaratib ketdilar. Bu endi mana undan farq qiladi. Kuchli nazariyatchi kuchli masala yechuvchi bo'lmasligi mumkin. Kuchli masala yechuvchi nazariyatchi bo'lmasligi mumkin. Ham unisi ham bunisi oliy toifa matematik hisoblanadi. Ular nisbatan ko'p emas. Hech kimdan talab qilmaydi. Sen unisidan ham bunisidan kuchli unaqa talab qilmaydi. Nazariya yaratganni nomi fan tarixga osonroq kiradi. Galois nazariyasi deydi. Galois 20 yoshda vafot etib ketgan yigitcha nazariya ham masala yechgan. 100 yilda yechiladigan masala, 100 yillab 10 yillab yechiladigan masalani yechgan. Ya'ni 5-daraja yuqori darajali tengamalar qaysilari yechiladi, qaysilari yechilmaydi degan savolga javob bergan, ham nazariya yaratgan. Ikkalasiga ham taalluqli. Ko'p endi masalan Banach nazariyasi deydi, yangi Mills nazariyasi va hokazo. Bizda matematiklar ham juda ko'plari shunaqa nazarlar yaratish bilan shug'ullanib kelyapti. Masalan, Leibniz algebralar nazariyasi asosan bugun Toshkentning poytaxti hisoblanadi. Xo'p. Endi qanday qilib ilmiy rahbar tanlash kerak? Chunki ustozi yo'q shogird har maqomga yo'rg'alar deydi. Bitta boshi berib ko'chaga kirib olib, o'sha yerda qolib ketishi mumkin. O tajribali domla bo'lsa, masalaga yuqorilardan qaraydi, qaysi yo'l samarali bo'lishi mumkin, qaysi yo'l samarasiz. Unda shunaqa tuyg'u shakllangan bo'ladi ilmiy rahbarda. Ko'pchilik shogird chiqargan rahbarlarda shunaqa malaka shakllangan bo'ladi. O'zi masala yecha olmasligi mumkin, o'zi nazariya yaratmagan bo'lishi mumkin, lekin tajriba orttirgan, o'rgangan boshqalarnikini, o'zi ham nimalardir qilgan.
Shu yuqoridan qaray oladi. Endi o'zi masala yechgan bo'lsa, o'zi nazariya yaratgan bo'lsa, endi u yana ham yaxshi. Shuning uchun ilmiy rahbarlarga murojaat qilish kerak. Demak, masalan, matematik logikani aytdim. Kelinglar shunday qilaylik. Men hozir endi bularni sanab o'tirmayman, chunki kimlardir esimdan chiqib qolishi mumkin. Mana shu nimaga? Portalmi bu nima? Saytmi? Kanal. Ha? Telekanal. Hozir siz mana bu yozayotganingiz kompyuterga qo'yiladi. Nimaga qo'yiladi? YouTube'ga. YouTube'ga qo'yiladimi? Shu yerda nima qilaylik? O'zbekistondagi shu bugun faol ilmiy ish olib borayotgan domlalar ro'yxatini qo'yaylik-da. Albatta. Ulardan iltimos qilaylik. O'zlari bakalavrlar uchun, magistrlar uchun, PhD uchun o'zlarining mavzularini, masalalarini, masala bo'lma, masala demak, masala qo'ysa u mana turga mansub bo'ladi, qiyin bo'lishi mumkin. Mavzu bo'lsa bu mavzuda bo'ladi. Mavzuni rivojlantirasiz. Nimadir chiqadi, nimadir chiqmaydi. Ya'ni u ko'plab mayda masalalardan iborat bo'lishi mumkin. Ichida yirik masalasi ham chiqib qolishi mumkin. O'zlarining mavzularini va masalalarini endi mana bu ro'yxatlarga kirgan bo'lish shart emas u masalalar. Shu yerning o'zidagi masalalar-da ular. Hech kim e'lon qilib uni. Chunki har qaysi matematika men masalani yecholmadim deb e'lon qilavermaydi. Chunki bitta student yechib qo'ysa, u yetoladi unga. Burası o'ylagan bo'lish kerak uni ustida. Keyin shu masala yechilmayapti degan bo'lish kerak. Mana biz o'zimizni sohamizdan, dinamik sistemalar degan sohadan O'zbekistonda bugungi kunda 4 ta guruh shug'ullanyapti. Bizni laboratoriyamiz shug'ullanadi. Dinamik sistema bilan o'tkir rivojlanib qilib degan yaqinda akademik bo'lib saylangan yosh matematik nisbatan endi. U ham 50 dan oshdi. Matematik shug'ullanadi. Turin universitetidan Toshkentdagi Turin universitetida Ahtam Jalilov degan Moskva davlat universitetini bitirgan matematik shug'ullanadi va mana Karim Rahimov degan yosh matematik u ham shug'ullanadi, chunki masalalar har xil, yo'nalishlar har xil. Bu matematikani bugungi kundagi eng jadal rivojlanayotgan, eng salmoqli sohalardan biri. Boshqa matematikaga men murojaat qilganman, masalalarni beringlar, shunday qilib broshura qilib chiqaramiz O'zbekiston matematika jamiyati nomidan. Sen hafsala qilishmadi. Shu bilan o'shadan o'zingiz keyin tanishasiz masalalar bilan. Bu ham bir mo'jizaviy nima, tuyg'u. Menimcha farishtalar bilan bog'liq. Odam o'ziga qanday masala tanlash kerak, qaysi masala bilan shug'ullanishni niyat qilish kerak, o'zini shunga bag'ishlash kerak. Bu qanaqadir odamni endi tilsimli bir jarayon. Lekin shu qanaqa go'yoki qulog'ingizga shipshiydi bir farishta. Mana shu masalalarni ko'rgina mashinada. Bu hali yigitni qizga oshiq bo'lishiga o'xshash narsa-da. Masalan, bir yigit bir qizga, masalan, Majnun Layliga oshiq bo'lgan. Layli qop-qora pullikkina qiz bo'lgan. Lekin shu ko'zidagi mehriga qarab, Laylining ko'zidagi mehri tufayli oshiq bo'lgan. Bu yerda matematik shunaqa masalaga oshiq bo'lib qoladi-da, yoki yo'nalishga qiziqib qoladi. Mana shu soha qiziq ekan deb. Endi bugungi kunda juda moda tarqalgan qaysi sohada men osonroq dissertatsiya himoya qilaman. Bu ham mayli. Kim xohlasa o'sha yo'ldan ham yuraversin. Men uni ma'qullamayman. Hech qachon oson yo'l bilan yurib katta natijaga erishib bo'lmaydi. Jafo chekmasang jononni qayda, toqqa chiqmasang do'loni qayda deydi. Toqqa chiqish oson, mana tikan bo'lsa, o'tkir toshlar bo'lsa yurib. Odam qobiliyatiga yarasha. O'zini qiziqishi qay darajada chuqurligiga yarasha. Chunki hafsalasi bir bo'lib tashab ketadiganlar ham ko'p. Men aytadigan gaplarim shu, savollar bo'lsa marhamat tinglovchilarda yoki siz o'zingizda Hasanboy. Shu yerda siz boya 3 ta tafakkurni aytdingiz-ku. 3 ta tafakkurni aytganingizda har bitta tafakkurda ilmiy bu yerda laboratoriyalar bor O'zbekistonda. O'sha laboratoriya aynan qaysi tafakkur bilan shug'ullanishi, o'shani yoshlar qanday ustozlardan so'raydimi yoki aniqlab olish uchun. Hamma
laboratoriyalarim uchala tafakkur bilan bir vaqtda shug'ullana olmaydi-ku. Masalalar. Endi hamma laboratoriyada ham bu faqat bittasigina kerak, yetadi deb aytib bo'lmaydi. Baribir qaysilarga ikkitasi kerak, qaysilarga uchtasi kerak bo'lishi ham mumkin. Endi ko'proq, salmoqliroq demak laboratoriyalarni oladigan bo'lsak, masalan, algebra analiz laboratoriyasi asosan abstrakt. Lekin u yerda o'sha o'tkir logika sohasidagi ko'proq ular formula bilan ishlaydi. Tenglamalar yechadi, tenglamalar sistemasini yechadi. Bu analitik. Xo'p, keyingi laboratoriya endi u 0,1 bo'lsa, bizniki 0,2 differensial tenglamalar, differensial o'yinlar. Differensial o'yinlarga ham formula bilan ishlash malakasi kerak, ham mana bu geometrik fizik. Chunki u yerda qochish quvish jarayonlari bir samolyot ikkinchi samolyotni qo'yapti yoki raketa jang qilyapti shunaqa. Dinamik sistemalarga esa abstrakt ham kerak. Chunki ko'p o'lchovli fazolarda, masalan, 4 o'lchovli fazoda dinamik sistema xossalarini o'rganish kerak. Formula bilan ishlash kerak. Uchalasi ham kerak bo'ladi. Undan keyin matematik fizika tenglamalari, laboratoriya aniq nomi hozir esimda yo'q. Nomi murakkabroq, matematik fizika tenglamalari ko'proq birinchi va ikkinchi tafakkur. Endi abstrakt, yaxshi abstrakt, masalan, Banach fazosida tenglama ko'riladigan bo'lsa, operatorlar bo'ladigan bo'lsa, bu abstrakt kerak bo'ladi. Lekin to ungacha birinchi, ikkinchisi da qobiliyatini ko'rsatgan bemalol ishlay oladi. Undan keyin matematik modellashtirish laboratoriyasi bor, asosan birinchi, ikkinchi. Endi abstrakt deyarli kerak emas. Formula bilan ishlashadi va fizikani masalalari, tabiatdagi jarayonlarni modellashtiradi. Biz ham shug'ullanamiz unaqa masalalar bilan. Qisman. Xo'p, undan keyin ehtimollar nazariyasi. Uni ham o'zini tafakkur usuli. Uchalasidan ham farq qiladi. Lekin ko'proq birinchi, ikkinchi. Abstrakt ham kerak. Chunki u yerda вероятностный пространство deydi, o'zbekchasiga nima bo'ladi? Ehtimolliklar fazosimi? Ehtimolliklar fazosi. O'sha abstrakt. Lekin u yoqqa borganingizdan keyin limit teoremalar, stoxastik jarayonlar bo'lib ketadi, birinchi, ikkinchisi. Bu hisoblash matematikasi bor, asosan birinchi. Uni tatbiq qilaman desangiz, ikkinchi geometrik fizik tafakkur kerak bo'lishi mumkin. Xohlasangiz ham u yerda cheksiz o'lchovli fazodagi tenglamalarni taqribiy yechaman desangiz, u yerda ham abstraktga borib taqaladi. Xo'p, keyin matematikani meditsinaga tatbiq bilan shug'ullanadigan laboratoriyamiz bor. U yerda ham shu birinchi, ikkinchi asosan. Endi qaysidir laboratoriyalar uchun programmalashtirishni bilish ham foydali. Masalan, o'sha oxirgi men aytgan laboratoriya, matematik modellashtirish laboratoriyasi bizning laboratoriyalarga programmalashtirishni bilish ham muhim. Bu alohida malaka o'zi. Endi tafakkur deb aytib bo'lmaydi. Tafakkur sifatida matematik mantiq bu yerda. Hamma narsa aniq bo'lishi kerak. Xo'p, yana kimning laboratoriyasi qoldi? Menimcha tugadi shekilli. Tugadi. Menimcha tugadi. Boshqa laboratoriya qolmadi. Ya'ni Milliy universitetda akademik Azimboy Sa'dullayevning maktabi bor. Uchalasi ham kerak bo'ladi. Ko'p o'lchovli kompleks funksiyalar nazariyasi. Kompleks son o'zi ko'p o'lchovli x y bor. Ko'p argumentlar bo'lsa, argument ikkita bo'lsa ham 4 ta argument bo'lyapti. 4 o'lchovli fazodagi to'plamda aniqlangan bo'ladi. Bu yerda o'sha ehtimollar nazariyasi ham yaxshi rivojlangan. Matematik fizika institut bilan parallel. Bu institutda yana bitta soha bor, topologiya. Biz institutimizda algebra analizdan ba'zi matematiklar shug'ullanishadi, lekin asosan Nizomiy nomidagi pedagogika universitetida uni markazi bor. Boradi, hozirga borib yo'qmi bilmayman. Asosiy yetakchi
matematik Ro'zinazar degan matematik universitetda ishlaydi. Teoretika mnojственная topologiya degan bilan shug'ullanadi. O'zi faqat abstrakt, yetadi abstraktning o'zi. Lekin matematikaning eng oliy sohalaridan biri algebrik topologiya degan. Bizda afsuski hozirgacha hech kim uni rivojlantirayotgani yo'q. O'zbek matematiklari bori ham boshqa joylarda shug'ullanadi u bilan. Differensial geometriya oz-moz shug'ullanadigan matematiklar bor. Bu ham matematikaning juda kuchli sohalaridan bittasi. Bu sohalarda endi bizdan ko'ra ko'proq o'sha xorijdagi universitetlarga borib o'qib kelgan yaxshi. Amerikani, Fransiyani, Rossiyani universitetlariga borib o'rgangani yaxshi. Men juda ham xohlardim shunaqa yoshlar bo'lsa, men xat yozib berishga tayyorman. Menda do'stlarim bor. Faqat kuchli tayyorgarlik kerak. O'zbekistonning eng kuchli matematiklardan, yosh matematiklardan biri Hasan Eshmatov degan, bizim O'zbekiston Milliy universitetining bakalavriatini bitirgan, magistraturaga grant yutib, Kornell universitetiga borgan. Farhod Eshmatov. Farhod Eshmatov borgan. Nima Malaka oshirish institutini Malaka oshirib kelgan matematiklar bilan uchrashuv tashkil qilib bering deyishdi. Matematika jamiyati ga murojaat qilishib uchrashuv tashkil qildikda, endi bu yerda savol-javob bo'ldi. O'zim nimalarni gapirib berdi, keyin bunga savol berdim. Chunki o'zim ham boshimni o'tkazganman. 2 yil Toshkent davlat universitetida o'qigandan keyin Moskva davlat universitetiga borganda, yana 2-kursdan o'qiyapman, ammo bizda zilzila bo'lgani uchun hurmat ma'nosida 3-kurslar bilan joy bergan. 3-kursda o'sha baland binoda yashaydi. 1-2-kurs 5 qavatli yotoqxonada yashaydi. Ular endi zilziladan aziyat chekkanda bizni o'sha 3-kurslar bilan qo'yib, ular ham 2ni bitirgan, men ham 2ni bitirganman. Ular 3da o'qiyapti, men 2da, lekin o'tganimiz bir xil. Ular gaplashaman matematik mavzularda, ular bilgan narsalarni bilmayman. Ular masalan algebrani abstrakt nimasidan boshlagan, determinantlardan boshlamagan. Chiziqli sistemalarda. Ixtiyoriy halqa ustidagi determinantlar, determinant tushunchasini ixtiyoriy halqani element tushuntirsa bo'laveradi. Tenglamalar ixtiyoriy maydonning ustida. Chiziqli fazo emas, modul degan tushunchalar bilan. Ular hammasini bilmayman. Men qanaqadir shokka tushganman-da. Keyin qattiq shug'ullanib, 1 yil 2 yilda ularga yetib oldim. 5-kursga o'tib ham ketdim ularda. Shu men bilan birga 4 kishi yotardik bitta xonada. Menga o'xshab Frunziyadan borgan, 3-kursga borgan, 3-kursni bitirib, 3-kursga borib bitirgan qozoq matematik Qozog'istonda akademigi bo'ldi. Bitta rus, bitta yahudiy. Rus matematikalik nimaga qarab ketdi taqsimotda. Maxfiy institutga ketdi. Qaytib nomi chiqmadi, internetda ham yo'q. Yahudiy nomzodlar dissertatsiyasini himoya qildi, PhD. Shu bilan to'xtadi, doktorlik himoya qilmadi. Men so'radim shuni Farhod. Bizning universitetdan borib Kornell universitetiga bording. Nima bo'ldi desam, "Aka, shokka tushganman" dedi. Qiziqda, axir bu O'zbekiston eng asosiy universitet matematik tayyorlaydigan. Nimaga boshqa universitetga borganda shokka tushadi? Chunki bizning matematika fakultetimiz dunyoning 450 taligiga kirdi. 400 taligiga ham hali kirgani yo'q. Bu ham yomon emas bu ham. Chunki 100 mingdan ortiq universitet bor dunyoda. Amerikaning o'zida bir 50 ming, 60 ming. Son sanog'i yo'q. 50 ming, 60 ming, kamida 10 ming, 20 ming universitet bor Amerikaning o'zida. Hozir katta mana Xitoyda nechta universitet xudo biladi, Hindistonda nechta universitet. Universitet kuchli bo'lish uchun domlalarning o'zi kuchli bo'lish kifoya emas. Universitetimizda kuchli domlalar dars beradi. Talabalar ham kuchli bo'lish kerak. Talabalar shu qadar kuchli bo'lish kerakki, domlalar talabalarning savoliga tayyorlanadigan darajada kuchli bo'lish kerak talabalar.
Talabalar o'tiladigan mavzuni o'zlashtirib kelib, domla bilan bahslashadigan bo'lish kerak. Domla siz juda ham sekin o'tyapsiz, tezroq o'ting deydigan talabalar bo'lish kerak. Juda oson, yengil o'tyapsiz. Bu vaqtimiz ketyapti. Nimaga qatnayapmiz bu yerga? Shimimizni to'zdirib o'tiribmiz. Bizga eng yuqori darajada o'taman desangiz, ko'pchilik o'zlashtirmay qoladi. Xo'p, endi universitet talabalari kuchli bo'lish uchun maktablarda kuchli o'qituvchilar bo'lish kerak. Maktablarda kuchli o'qituvchi bo'lish uchun pedagogika institutlarida kuchli domlalar dars berish kerak. Bu yerda kuchli domlalar dars berish uchun matematika institutidan, O'zbekiston Milliy universitetidan kuchli PhD fan doktorlar bu yerga borish kerak. Ularni biz tayyorlashimiz uchun bizga kuchli talaba kerak. Qiyin muammo. Tag'in ham biz harakat qilib, shu O'zbekistonda eng inqiroz yillari, fanga e'tibor nol, maoshlar yetmaydi. Olim desa hamma burnini jiyiradigan zamonlarda biz matematikani saqlab qoldik. Chunki bizni yoshlarimizni tomirida o'sha Al-Xorazm ulug'beklarda qoni oqadi-da. Och qolsa ham matematikadan voz kechmaydigan yoshlar chiqib turgan doim. Lekin oz, u yetarli emas butun respublika damasini ko'tarish uchun. Lekin umid qilish kerak. Shunday. Yana bormi toza tinglovchilar kirganlar yo'qmi? Hozir yo'q. Yo'q. Video ko'rinishda olinyapti-da. Video ko'rinishda. Hozir endi bizda laboratoriya, dinamik sistemalar, ularning tadbiqlari laboratoriyasi hozir nimalar bilan shug'ullanyapti? Shu laboratoriyaga qiziqqan yoshlar tasavvur qilish uchun bir ma'lumot bersangiz. Voy. Unga bir mavzu. Uni hamma laboratoriyadan bizdan o'tani chaqiring bu yerga. Masalan, boshqa laboratoriyalar umumiy ma'ruzalarni eshitaman, u yetarli emas. Shunaqa. Yoki har biriga bittadan nima bag'ishlang. Gaplashib beraman xohlasangiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Katta rahmat ustoz, suhbat uchun. Xo'p, salomat bo'ling. Muddao hosil bo'ldimi? Ha, bu juda zo'r bo'ldi. Mana bu narsalar tushuntirganingiz biz unday deb bilmas ekanmiz, boyagi 3 ta narsani. Qiziqsak ketaverar ekanmiz.